Assalomu alaykum qarindoshlar. Ikkinchi qism darsimizga xush kelibsiz. Biz bu qismliq darsimizda 512 qanday qilib yangi hujjat qurish va uni qanday kirish va uni qanday ijro qilish to'g'risida buyruqlarni o'rganamiz. Mana men sizlar uchun aytay. Biz hozir qaysi hujjatda yoki qayerligimizni bilmoqchi bo'lsak, qanday ls ni bosdik. Shunaqa. Endi buni biz mana desktopni ochib kirmoqchi. Download sarxil hujjatlar bor. Buni ochdik. Desktop kirmoqchi bo'lsam cd desktop. Hozir men desktopni ochdim. Bu desktopga endi men yangi bir hujjat qurmoqchi. Masalan, buni qanday qildik? mkdir birinchi debchi. mkdir degan make directory, ya'ni tunji nimani tunji debdimi? Hujjat qurish demakchi, directory qurish. Buyruq bilan qanday? Mana sol tarafga birinchi deganni qurdik. Endi uning ichiga qanday birinchi deganning ichiga qanday kiramiz desak, cd birinchi. Ash birinchining ichiga yana bir hujjat qurmoqchi bo'lsak, ikkinchi deb. Uni qanday qilamiz? Ikkinchi. Hozir mana birinchining ichida assaq ikkinchi bor. Buni men bevosita mana bu 5 buyruqdan qanday ochmay desak, biz hozir o'rnimiz mana desktop birinchi deb chiqadi, shunaqmi? Shunga ichidan bevosita qila olaman. Agar men hozir desktopda olgan bo'lsam, u buyruqni versam ishlamaydi. Masalan, hozir men ikkinchi degan hujjatni ochmoqchi bo'lsam, open ikkinchi. Mana ich payda demoqchi buyruqdan. Biz hozir desktop birinchi degan ichiga. Endi biz keyingi yansa qanday qilamiz? Yoki hozir o'zimiz qaysiligini ls ni bossak, qanday desktop birinchi chiqarib berdi. Men mana desktop yanmoqchi bo'lsam, cd ni o'zini bosman. Endi ls ni bossak biz nerede? 5'da. Desktop kiramiz, endi cd. Hozir desktopda endi birinchini ochmoqchi bo'lsam-chi, open. Men bu yerda ikkinchini ocha olamdimi? Ocha olmayman. Chunki birinchiga kirishim kerak. Hujjatning ichiga kirishim kerak. Hozir birinchisini ocha olayman. Birinchi. Buni ochsam mana ichildi demakchi. Qo'l bilan ochgandan buyruqlar ichyapmiz. Endi biz undan boshqa ba'zi bir hujjatlarningki xoslikqa asosan yangi hujjat qura olamiz. Masalan, text hujjatni o'ylab qo'yaylik. Text hujjat. Buningki qisqartirilmasi txt shunaqmi? txt masalan txt olsa hujjatni oldi. Men mana bu hozir desktop deganman, ustal yuzda. Buningga bir salom degan bir tekstni ochay. Masalan, buni qanday qilamiz deganda touch. And then shu salom va uning xosligini txt bilan quramiz. Mush buyruq bilan xosligi ma ismi ma kendiksi chekiniganiksi xosligi. Enterni bossaq, ayaga birini qurildi. Endi salomning ichiga uni ochmoqchi bo'lsaqchi, open salom txt. Yo'q, salomdan bosganmiz. Salom. Unable to detect. Ochamadim men chunki bu text hujjat shaklini men qochirmaganligim uchun. Agar qochirgan bo'lsangiz, ichiladi. Unda olsa, biz asli o'rganmoqchi bo'lganimiz nima deganda, biz 5 yozg'ini o'rganmoqchi. Bu 5 ningki qisqartirilmasi nima deganda, hamma ichilibdi bu yerda. Hamma salom bu yerda ichilibdi. 5 yozg'iningki qisqartirilmasi sh. Shell ningki yani 5 ni debdimi? Shell'ning qisqartirilmasi sh. Shunga bu hujjat har qanday hujjatningki chekit sh shaklida saqlanadi.
chekit sh şeklinde saqlandı. Unda olsa men bu hozir üstel yüzge tunji 5 scriptni qurmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Touch o'xshashli yana birinchidagi binlam qurib qo'yay. Qolg'asini qo'ysak bo'ldi. sh. Mana bu hujjat qurildi. Buni qanday ochaman? Open bsh. Bu hozir qayerda ichildi? Miyada ichildi. Hamda biz mana sal cho'ng aytay. Bu 5 script'ninki, şu 5 yizg'ininki boshlash uchun kichik vaqtimizdagi karton filmda mushuklarni chashqannikida bir Plato deganlik o'yin boshlandi deb bir pianino chaldi-ku. Har qitim shuni bilan boshlaydi-ku. Buni mana shundaroq bir kod yozib, undan keyin belgiladim. Ma qaysi? Ma 5 script degan. Buningga hammasini qanday nimda boshlaymiz desak, hash deymiz mana. Hash undan keyin undash belgisi yan to'siq bin yan to'siq undan keyin 5. Bu compiler nimda tanıydı desak, bu ne? 500 deb tanıydı. Bu ne mesela? Sakladım. Bunu hem de bir tunji o'zimizningki buning ichiga men boyam mana bu o'zimizning terminalda yozgan mana ichiga ham qanda echo sen hello world deb salom dunyo degan tunji kodimiz. Buni saqlaymiz. Save. Mana clear day. Endi buni qanday ijro qilamiz? Qanday ijro qilamiz deganda odatda 5 o'zini yezib, mana b5 qo'y, shuni yozsak ijro qiladi. bsh. Mana ijro qildi hello world deganda. Qanday? 5 bsh ni yozsak, mushning ichidagi iziqni ijro qildi. Kodlarni. Yakomuz qanday? Yakomuzsa cheket yan to'siq bsh. Bunu bassak bu buyruqlarni ijro qildi. Lekin mana nima deydi? Permission denied deydi. Neymiş permission denied oldu desam, diqqat qilma bek muhim nuqta. Biz bununla odatga holasida hamma buyruqqa biz ruxsat vermaymiz. Masalan 5 buyruqqa ruxsat bergan bilan biz yana siziq chekit asli ma'niki ham qanday ijro bo'ldi. Buni qanday ruxsat olmaymiz desak, boyamqi ls'dan ls'ni boshqa qanday hujjatni ko'rsatib turdi. ls undan keyin l endi all demakchida al. Bu buyruq bu ijro qilishga qanday keyin qaysi hujjatga ruxsat va qaysi hujjatdan ruxsat yo'qligini chiqarib turdi. Ma'noni qarasak üstel yüzeye ama o çünkü bizim desktop'tan işte trash file system home birinci salam b deb shunaqa. Birinchisi qarasak qanday? Aslida salam txt. Buningki qanday? r w qanday? rr. Bu nimani ifodalaydi desak,
R degan o'qishni o'qiy oladi degan gap. Read demakchi. Read. W deganchi yoza oladi demakchi. Write. Mushuni bilan ruxsat bor demakchi. Qarsak BH bizning izlayotganimiz BSH shunaqmi? Mana shell script o'zimizniki 5 ni kirgizgan. Bu mu qanda? Write bilan W bilan bor. Read bilan W bilan bor. Endi buni execute qilmoqchi bo'lsak-chi, X ulash kerak. Ijro qilish degan gap. Mana execute ijro qilish. Hamda buninkida X yo'q. Ma 3 hujjatniki bor. Buninkini shunga biz cheket yanto'siz bilan bevosita buyruq bera olamiz. Buni qanday qilib ijroatga akilamiz desak, bu bek muhim bir buyruq va bu ish masalan AWS ninki intamsa tayyorlik qilsanglarmi, mushuni so'rash, mush chiqadi, mush savol. CH mode dedi. Bu change mode. Ashning modini o'zgart demakchi-da. CH mode qo'shilgan X degan execute demakchi. Qani? Mushu BSH mush hujjatga menga ijro qilishga ruxsat berdim degan buyruq mushu. Interni bassaq, endi qanda ruxsat berdi. Yana bir xatolik uchur chiqyapmidi degan gap. Bu o'ng'ish qoldi degan gap. Endi BSH ni qanda yurgizsak, mana hello world endi bisib chiqaradi. Bayamqidek mana bassaqchi, endi ma o'zgaradi. Ma BSH qanda endi X ni qaytilyapti degan gap. Yani X va execute. Ma salam dunyoda tinim qanday qilamiz? O'zgartirish uchun chmod plus X endi uning ismi nima? Salam X miyadagi execute demakchi, ijro qil demakchi. txt. Buningki mo? Mana. Endi uni execute qila olamiz degan. Buni qanday execute qila olamiz? Desak, buni mashina asosan yurgizgili bo'ldi demakchi. Hamda buning ichiga yana xohlagancha, masalan hozircha biz ham oddiy shaklda isming nima? What is your name? Buni saqlashimiz kerak, a? Saqlab ya 5 bilan yoki yanto siziq. 5 Hello world, what is your name? Deydi. Endi masalan, isming nima desa biz o'zimizning ismini kirgizadigan qilib qolsak qanday qilamiz deganda, buni masalan Java degan bo'lsanglar, Python yoki Java. Java'da masalan scanner deydi, sayligich, Pythonda input deydi, biraz savol sorsa javob beradi. Buni qanday qilamiz desak, yoki oddiylashtirib qo'ymasak bo'ldi. Masalan, what is your name deb so'radik-ku. So'ragandan keyin name. Men xohlagancha bir ism. Ismni odatda cho'ng harf bilan yozsanglar osonroq esda tutishga, keyin oson to'xtaydi. Hozir. Hamda bu qanday oldu? Ash name ni besib chiqardi. Buni ashni besib chiqargan chaqda qanda dollarning belgisi name. Mana bu eng oddiy bir programma. Buni saqlaymiz. Hemen clear qilib. Cho'ng harf bilan yozibdi. Clear qilibdi. Endi qanda BSH. Cheket yanto siziq bilan qilsaq bo'ldi, 5 bilan qilsaq bo'ldi. Buni yurgizsak qanda what is your name dedi.
What is your name? Osmancan bozçu. Osmancan. Osmancan deb chiqib berdi. Men ma'nomni mana o'zgartirib, masalan, hello, yaxshimisiz Osmanjan demoqchida, kompyuter sizga javob qaytarmoqchi bo'lgan. Yaxshimisiz Osmanjan deganda qanda? Mani saqlay. Endi yurgizay. Sen BSH. What's your name? Osmanjan. Qanda hello Osmanjan deb chiqadi. Mana bu tunji programma biz yozilgan. Eng dastlabki. Endi mushunga boshlab program yozishni o'rganamiz. Ko'proq mashq qilib biringlar. Bugungi darsimiz mushakchi.